ya'ni o'sha 5, 6, 7 yoshgacha hattoki r harfini moyilroq bo'ladi, aytish qiyinroq bo'ladi. Bu endi tabiiy holmi yoki buni ham qandaydir bunga yaxshigina xavotir olishsa bo'ladimi ota-onalar? Albatta, kecha shu narsa, ya'ni o'sha mavzu. Shu mavzu bo'ldi. 16 yoshli qiz keldi oldimga. Ular katta bo'lib qolgan baribir, jamoat joyda yoki ko'cha-ko'yda yurganda uyaladi. Endi bu narsani shu o'rinda aytib o'tishim kerakki, bu r tovushi, ya'ni rototizm deyiladi bizda terminimizda. Rototizm 5 yoshgacha bolada kutamiz chiqishini. 3 yosh, 4 yosh bolada korreksion ish olib bormaymiz. Chunki u murakkabroq bo'lgani uchun 5 yoshda biz u bilan ish olib boramiz. 5 yoshgacha kutamiz. 5 yoshdan keyin muammo endi kattalashgan sari uni chiqish jarayoni ham qiyinlasha boshlaydi. 15 yosh, 16 yosh bola kelgandan keyin o'zi 5 yoshda chiqishi kerak bo'lgan tovush o'zi 10 yil, 11 yil orqada qolgan. Albatta uni 3 kunda yoki 4 kunda chiqarib bera olmaymiz buni normada, Lekin albatta uni chiqara olamiz. Faqatgina yosh kattalarda avtomatizatsiya, ya'ni nutqqa qo'yish jarayonimiz ozgina bizga vaqtni talab etadi. Lekin yosh bolalarda hali bularda tillari yumshoq, artikulyatsiya holatlari bularda normada bo'lgani uchun uzoq bo'lishi mumkin. 1 hafta, 3 kun, hattoki 1 kunda ham chiqib ketgan tovushlarimiz bo'lgan. Balki masalan nevrologik muammosi bor, lekin o'sha logoped o'quvchilarimda 1 oyda ham tashkil etishi mumkin. Chunki sonir tovush u qiyinroqligini hisobiga nevrologik muammosi bo'lgandan keyin ozroq muddat kutishimizga to'g'ri keladi albatta. Endi hozir o'z-o'zidan savol paydo bo'ladi. Bugun nafaqat o'sha yosh bolalarda, balki yoshlari katta bo'lgan insonlarda ham aynan tovushlar bilan bog'liq bo'lgan yoki umuman nutq bilan bog'liq bo'lgan muammolar bo'ladi. Va bular irsiy bo'ladimi, orttirilgan bo'ladimi yoki bo'lmasam to'g'ri. Endi 3 turga bo'lsak bo'ladi, menimcha. Albatta. Va ularning qanaqa nimalar asos bo'ladi bunga? Xo'p, masalan, hozir savolingizni Dildoraxon 3 ta turga bo'lsak bo'ladi, faqat hamma tashxislarni emas. Bo'lishi mumkin irsiy kelib chiqishi, mana duduqlanuvchi bolalar bor, logonevroz deymiz bizda terminimizda, ya'ni o'sha duduqlanuvchi bolalarda yosh kattalarda ham kuzatiladi. O'sha vaqtida o'sha korreksion ishlar olib borilmagan yosh bolalarda, ya'ni kattalarda ham bu narsa kuzatiladi. Ulardagi orttirilgan va irsiy bo'lishi ham mumkin. Chunki ota-onada moyillik bo'lgandan keyin bolada o'sha narsa bo'lishi mumkin. Yana shu narsa ham kuzatilyaptiki, hattoki oilada akasi yoki opasi bo'lsa, undan keyingi bolalar ham u narsani taqlid qilib duduqlanib qolgan bolalarni ham sog'lom bolada kuzatishimiz mumkin. Chunki bolada taqlid juda ham kuchli bo'ladi, nutq rivojlanayotgan paytida. Bejizga aytilmaydi, aynan o'sha imma, misol uchun suvi. Imachasanmi, mana shunaqa o'rgatish kerak emas, to'g'rimi bolalarga? Albatta. Suv deb o'zim